Odam hayotida ikki yo'l bor. Buning birini yuragimizda mangamiz. Uning ismi arzu. Yana birini putimizda mangamiz. Uning ismi reallik. Yurakda arzu, qadamda barkat bo'lsa, sharaf va natija bizning bo'ladi. Bugunning bu so'g'sin o'ta olsangizlar, atidagi natija sizning. Kelayotgan qiyinchiliklardan hargizmi qo'rqmang. Qiyinchiliklar sizni vayron qilish uchun emas, balki yushirin kuchingizni ko'rsatib qo'yg'il kelgan. Shundaqla yillar shuncha rahimsiz. U bizdan nurg'un narsalarni vaqtsiz olib ketadi. Ammo yillar shu qadar odilki, u bizga nurg'un bilishlarni ato qilib, borgan sir pishib yetilishimizga sababchi bo'ladi. Zeriksangiz tirishing, azoblansangiz tirishing, yolg'iz qolsangiz tirishing, erishsangizmi tirishing, yo'qotsangiz texmi tirishing. Chunki tirishish qimmatingizni oshirishdagi eng katta yo'l. Tirishish sizning tanlashingiz bo'lib qolmasligi, balki orzuyingiz bo'lishi kerak.